I can talk about sport. Men sport haqida gapira olaman. Games, o'yinlar. Hozir bizga ingliz tilidagi sport turlari, place, ular o'tkaziladigan joylar, equipment, kerak bo'ladigan jihozlar va score, natijani qanday aytish uchun misollar beriladi. Futbol, pitch, ya'ni stadionda bo'lib o'tadi. Goal so'zi ishlatiladi. Ya'ni to'pni darvozaga kiritish gol deb nomlanadi. Endi hisobni qanaqa qilib aytishimiz mumkin? 1-0, 1-0 degani. Nil so'zini ishlatasiz 0 ma'nosida. Endi natija 0 emasda, balki 2-1 ko'rinishida bo'lsa 2-1 deysiz. 2-1, 2-1 yoki 2 goals to 1. Bittaga ikkita gol degan ma'noda siz futbolni aytishingiz mumkin bo'ladi natijasini. Rugby, bu rugby o'yini, bu ham pitch, katta stadion maydonda o'tkaziladi. Ishlatiladigan jihoz rugby ball hisoblanadi. Natijani aytish uchun 10-6, shunchaki 10 va 6 yoki 10 points to 6 so'zini ishlatsangiz bo'ladi. 10 ochkoga 6 ochko degan ma'noni beradi. Ice hockey, demak bu muz hokkeyi hisoblanadi. Ringda o'tkaziladi. Ring degani muz maydoni. Ice hockeyda ham gol so'zi bor, chunki stick bilan pakni darvozaga kiritish kerak bo'ladi. Pak bu shayba hisoblanadi, stick bu hokkeyni tayog'i. Endi natijani aytish bu ham juda oson. 3-2, 2-1, 2-1 bo'ldi yoki 3 goals to 2 deysiz. 2taga 3ta degan ma'noda. Volleyball kortda o'tkaziladi. Demak, volleyball uchun, tennis, basketbol uchun alohida kort, maydon ajratiladi. Kerak bo'ladigan jihozlarimiz shunchaki net, setka va bundan tashqari ball, to'p kerak bo'ladi. Natijalarni o'qish uchun 15 points to 10, misol uchun 15 ga 10 tarzida o'qiysiz. Tennis ham kortda o'tkaziladi. Net, setka kerak bo'ladi, raket kerak bo'ladi, raketka va tennis ball, tennis qoplovga kerak. 6-3, 3-2 tarzida yoki 6 games to 3. 3ta o'yinga, ya'ni 6ta o'yinga 3ta degan ma'noda keladi. Yoki bo'lmasam, endi qarang, set atamasi bor, natijani aniqlashda. One set in tennis, ya'ni siz set bu gamelar hisoblanadi. Tennisda 6ta game o'yin o'tkaziladi. Demak, raqibdan ikkita o'yinni qo'ldan boy bersangiz, raqib bunda yutgan hisoblanadi. Demak, mana shu narsa 6ta o'yinlarni jamlanmasi tennisda set deb ataladi. Basketbol ham kortda o'tkaziladi. Asosiy jihozlar basket, savat kerak bo'ladi. Natijani o'qish uchun 60 points to 44. Demak, 44 ga 60 bo'ldi deb o'qisangiz bo'ladi bu natijasini ham. Futbol, demak, futbol o'yini haqida biz gapirishimiz uchun bizga ba'zi so'zlar kerak bo'ladi. Demak, Italy A seriyasi o'yinlari haqida ma'lumot berilyapti. Italiyaning milliy ligasining o'yinlari, natijalar qanaqa bo'lgan, nechta gollar bor. Siz bu liga jadvalini tushunishingiz uchun bizga eng muhim kerak bo'ladigan futboldagi so'zlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Match, uchrashuv. Ikkita klub yoki ikkita jamoa o'rtasidagi uchrashuv hisoblanadi. Against degani qarama qarshi degani. One player or team plays against another player or team. Kimdirgadir qarshi bo'ladi. Score, bu natija hisoblanadi. Ochkolar, ya'ni to'plagan gollar. Top of the table yoki top of the league bor. Bu jadvalni yoki ligani eng yuqorisida, birinchisida turish degan ma'noni beradi. Lead, yetaklamoq, boshqarmoq degan ma'noni beradi. Half time, a period of rest between the first and second half. Demak, birinchi time hisoblanadi. Half time bu birinchi va ikkinchi timelar o'rtasidagi dam hisoblanadi. 15 daqiqa alohida vaqt ajratiladi dam olish uchun. First half birinchi time, second half ikkinchi time. Biroz futbol ikkita 45 daqiqalik qismlardan iborat bo'ladi. Final score, bu yakuniy natija degani. Bizga alohida spotlight berilgan irregular verbs, noto'g'ri fe'llar futbolda ishlatishimiz mumkin bo'lgan. Demak, win o'tgan zamonda won ga o'zgaradi. We won 2-1 against Sampdoria. Biz Sampdoriyani 2-1 ga yutdik. Beat yana bitligicha qoladi. We beat Sampdoria. Draw with someone, kim bilandir durang o'ynamoq degan ma'noni beradi. O'tgan zamonda drew ga o'zgaradi yoki drawn. We drew 3-3 with Roma. Roma bilan 3-3 durang o'ynadik. Lose to degani kimgadir yutqazmoq degani. O'tgan zamonda lose ni lost shaklida ishlatishimiz kerak bo'ladi.